Men Muhammedov Said Kozim uy qurib sotadiganchilar bilan hech qachon ishlamayman agar meni talablarim amalga oshmaydigan bo'lsa. Birinchi o'rinda loyiha. Loyihani yoki men chizaman yoki o'sha uy qurib sotadiganchi loyihani menga taqdim qiladigan bo'lsa, albatta uni professional arxitektor chizgan bo'lishi shart. Ikkinchidan, ishlatiladigan materiallarni, ya'ni betonni markasi, armaturani, secheniyasi, plitalarini men aytaman qanaqa markada bo'lishligini yoki bo'lmasa o'sha uy qurib sotadiganchi o'zi menga taqdim qilish kerak, men uni ko'rishim kerak. Agar meni talablarimga mos ravishda keladigan bo'lsa, ana o'shanda imorat quraman va albatta bu yerda ustani narxi, prorab xizmatlari va keladigan materiallarning hammasi sifatli, yangi bo'lishi albatta shart bo'ladi. Sababi u xonadonni siz qurganingizdan keyin qo'pol qilib aytganda mendan ketdi egasiga yetdi emas. O'sha xonadonni sotib olgan odam ham bir umr orzu qilgan bo'ladi, imoratni sotib olishi, oilasi bilan mazza qilib yashashi. Endi ko'p holatlarda shunaqangi vaziyatlar bo'lyaptiki, mana oddiy misol aytaman, men bekitib o'tirmayman bu narsani. O'sha xonobodda ham qurgan imoratlarimiz bor. O'sha atrofdagilar, undan tashqari mehnatdagi boshqa joylarda ham o'sha qurib sotadiganchilar, lekin aytib qo'yaman, hamma ham emas. Mana shu gapimga diqqat e'tibor beringlar. Qurib sotadiganlar hammasi ham emas, lekin ko'pchiligi hozir shu narsaga o'tib olishdiki, oddiy misolni aytaman. Mana o'zingizlar gruntni ko'rib turibsizlar. Bu yerda endi biz zasibga qilganmiz, ya'ni imoratni qurishdan oldin agar podvoli bo'ladigan bo'lsa, kotlovan qaziladi, podvoli bo'lmaydigan bo'lsa, albatta transhey, ya'ni podushkani o'rni qaziladi. Men shu narsani ko'rdimki, guvohi bo'ldim. Endi faktlar bo'yicha uni olib qo'ydim, lekin ijtimoiy tarmoqqa buni chiqarib bo'lmaydi, sababi ertaga juda yomon oqibatlarga olib kelish ehtimoli juda katta. Oddiy misolni aytaman, podushka quyish jarayonida shu ikkita tarafdan apalovkani mana shu holatdagi yerga shundoq qo'yib 4 armaturani tashab podushkani quyib yuborgan holatlarni ham ko'rdim va bu kecha o'tgan kun emas, bugun bo'layotgan voqea ko'zimning oldida bo'lyapti. Undan tashqari imoratni ko'tarishyapti, g'ishlari qaysidir eski imoratdan olib kelib buzilganda olingan, endi arzon garovga sotib olinganmi, tekinga olinganmi, men unisini bilmayman. Ya'ni 20 yil, 30 yil xizmatini o'tab bo'lgan g'ishlarni olib kelib imorat qurishni boshlashyapti. Eng yomonini aytaman, imoratni birinchi qavatini ko'tarib bo'lgandan keyin plita montaj jarayonida juda ham achinarli holatga ko'zim tushdi. Endi albatta men uni video qilib ham olib qo'ydim, faqat o'zim uchun. Ya'ni ertaga Said Kozim, sen qurayotgan imorat, bular qurayotgan imoratdan tubdan ajralib tursin deb o'zimga eslatma bo'lishini olib qo'yganman. Ya'ni deylik, bitta xonamizni plita o'tiradigan joyi 5 metr bo'ladigan bo'lsa, 15 santimetrdan o'tiradigan holat bo'ladigan bo'lsa, siz 5 metr 30 santimetrli plita zakaz qilishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni 15 santimetrdan o'tirish kerak. Endi ular nima qilishyapti? 6 metrli plita kelyapti, 6 metrli plitani 70 santimetrini kesilgan holatini men ko'rdim va o'shani montaj qilishdi. Endi oddiy misol, plitani ikkita tarafi devorga o'tirganligi uchun ikkita bosh tarafi albatta mustahkamroq bo'ladi. Sababi plita o'zini og'irligini o'zi ko'tarib turishi kerak. Endi tasavvur qiling, uchida mustahkamlanganda 70 santimetr kesib u plitani qo'ydingiz. Eng achinarlisi, u plitani ustida yana ikkinchi qavati ham bor. Va yaxshilab e'tibor berib qaraydigan bo'lsam, plitani o'rtasidan 1,5 devor g'ishni ham urib yuborishdi. U albatta plitaga juda ham og'ir nagruska bo'ladi. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, o'sha ko'pchilik albatta hamma ham emas, uy qurib sotadiganchilar asosan marjasi, ya'ni oladigan foydasi ko'proq bo'lishi uchun ham eski buzilgan imoratlarni yoki qayerdadir o'zini yashab o'tab, ya'ni faoliyatini tugat bo'lgan qurilish materiallarini olib kelib ham ishlatishyapti va eng asosiysi juda ham past markali betonlarni ishlatishyapti va u ruchnoy qo'lda quyilyapti. Menda ruchnoy quyiladigan betonlar faqat o'sha peremichkalar bo'lishi mumkin, sesma poyezda bo'lishi mumkin, lekin qolgan hamma betonlar bizda zavoddan keladigan mikserda, nasosda quyiladi. Chunki nimaga? 150 markadan past bo'lgan beton nasos hech qachon tepaga orta olmaydi, tepaga ota olmaydi. Sababi past markali betonda shag'ali ko'proq bo'ladi. Og'irlik massani hisobiga nasos uni tepaga chiqarib bera olmaydi. O'shani hisobiga yo'q deganda men podushka fundamentlarimga 250 marka olaman, lekin hozirgi kunda kolonnalarimga, rigellarimga 300 markadan kamini olmayman. Sababi betonni bir kubasida hozirgi kunda Toshkent shahri bo'yicha raznitsasi, o'sha farqi 250 bilan 300 kuba betonni bir kubasida 30 ming, 40 ming farq qilyapti. Endi o'rta hisobda 200 kuba beton ishlatadigan bo'lsangiz, 40 mingdan hisoblaganingizda ham 8 million bo'ladi. Lekin siz mana bunaqa 80 mingga, 100 mingga, 150 ming dollarga misol uchun uchastka quryapsiz, lekin 8 million, 10 million pulni o'zingizdan qizg'anadigan bo'lsangiz, ertaga misol uchun mustahkamligi yuqori bo'lgani bilan sizni xayolingizda baribir mashina 250 emas, 300 marka qo'ysam bo'lar ekan degan xayolga borishingiz ehtimolini men uy egasiga tushuntirganimdan keyin aka haqiqatda gapingiz to'g'ri. Mustahkamroq bo'ladimi? Albatta. Mustahkamroq bo'ladi 15-20%. Aka bo'pti, puliga qaramangda o'sha 300 markani olib ko'ring deydigan holatlari juda ko'p bo'lyapti. Endi o'sha yana bir marta aytib o'taman bu narsani.
Men uy qurib sotadiganchilar bilan ishlamasligimni yana bitta sababi ular kelishadi, menga misol uchun loyihani taqdim qilib berishadi yoki o'zingiz qilib bering deyishadi. Men ularga sirazi aytaman. Aka, uy qurib sotadiganchilarning foydasi ko'proq bo'lish uchun eski materiallarni ishlatishadi. Men unaqa qurmayman. Ya'ni ular bitta imoratni deylik 40 mingga bitiradigan bo'lsa, men o'sha imoratni 70 ming dollarga bitiraman deyman. Chunki bu narsa ertaga kelajakda xonadonni sotib olib yashaydigan odamni ham o'ylash kerak deyman. Mana yaqinda ham xuddi shu narsa bo'ldi. Ofisga kelib, kechgacha yolg'on bo'lmasa bir 2 soatdan oshiq vaqtim ketdi. Bekorga ketdi mana bu vaqtim. Men bemalol ta'kidlab aytaman, xonadon egasiga, ya'ni o'sha shu biznesni bizda qilmoqchimiz deyishdi. Aka, sirazi bitta savol beraman dedim. Men shu savolga javob bersangiz, vaqtimni ham, ma'lumotlarimni ham ayamayman. Men hech kimga hech qachon ma'lumotlarni pulga yoki misol uchun qanaqadir nimadir evaziga, manfaat evaziga bermayman dedim. Aka, men quradigan imorat asosan qurib sotuvchilarning imoratiga qaraganda 1,5-2 barobar qimmat bo'ladi. Nimaga? Sifatli quraman men aka dedi. Mana shu Instagramda ko'rayotgan imoratlaringizni loyihasini hammasini akam chizgan bo'lsalar, uni qurilishi akamning nazoratlari ostida men quraman. Sizga to'g'ri keladimi, kelmaydimi desam, yo'q, aka menga to'g'ri keladi. Biz ham o'sha kelajakni o'ylagan holatda, ya'ni bizdan o'sha imoratni sotib oladigan yangi egalarini o'ylagan holatda qurmoqchimiz deyishdi. Men ularga hamma sharoitlarni tushuntirib berdim. Bo'ldi aka, siz bilan ishlaymiz dedi. Men aniq bilaman ular ishlamasligini. Ertaga aloqaga chiqamiz dedi. Mana bir hafta 10 kun oradan o'tib ketdi. Men umidam qilmayman unaqa narsadan. Faqat ma'lumotimni bekamga ko'zga yetkazib beraman. Aytmoqchi bo'lganim, sizlar uy qurib sotmoqchi bo'lishni reja qilyapsizlarmi? Meni oldimga hech qachon kelmanglar. Nimaga? Men sizlarga o'sha ko'rayotgan ijtimoiy tarmoqlarda qurayotgan imoratimdagi quradigan bo'lsam, u sizlarga hech qachon foyda bermaydi. Sababi o'zingiz o'ylang, misol uchun uchastkani 40 ming dollarga quryapsizda, boring ana 100 ming dollarga sotdingiz. Marjingiz 60 ming dollar tashkil qiladi. Lekin men o'sha imoratni 70 ming, 80 mingga quraman, marjingiz 20 ming dollar hosil qilyapti. Bu narsaga hech kim o'ynamaydi hozirgi kunda, ayniqsa uy qurib sotuvchilar. Ya'ni ba'zi birlari, hamma ham emas. Mana shunaqa holatlarni oldin o'zingizlar yaxshilab o'rganib chiqinglar. Men kelajakda nima qurmoqchiman, o'zimdan nima qoldirmoqchiman yoki o'zimga nima qoldirmoqchiman. O'shanni aniq, konkretni faktlar bilan o'zingizlar asoslab bo'lganingizdan keyin meni oldimga kelinglar. To'g'ri, Said Kozim zo'r qurar ekan, Said Kozim hozirgi qurayotgan imoratlari ba'zi qurib sotadiganlardan qimmat bo'lar ekan. Yo'q, menga foyda emas. Menga ertaga kelajakdagi o'zimni qo'pol bo'lsa ham aytaman, narigi dunyodagi savol javobim yengilroq bo'lishini o'ylaydigan odam meni oldimga kelsin. Agar past o'ylaydigan bo'lsanglar, faqat foydani o'ylaydigan bo'lsanglar, meni oldimga hech qachon kelmanglar. Men sizlar bilan baribir ishlamayman.